Men havoni ifloslamayman. Ko'rsataman nima havoni ifloslayotganini. Ana zavodlar havoni ifloslayapti. Odamlar, tandirlarda ayb yo'q. Qachon tushunasizlar axir? Toshkent havosi ifloslanishiga mening nima aloqam bor? Men ozodman! Hurra! Yomg'ir yog'di! O'zda qoladigan eng mazali taom tayyorlang. 3 xil rangli tandirimizni tavsiya etamiz. Shu tandirimizni sizlarga obzor qilib ko'rsatib beramiz. Tandirimizning naborini ichida issiq, cho'li va hukondozlari bo'ladi. O'zini gulli, chiroyli krishkasi bo'ladi. Tandir go'sht, tandir steklar qilaman desangiz, nirjavikidan bo'lgan naborimiz bor. Go'shtlarni mazza qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu ko'k narsani tushunishmayapti. Kulli ustini yopagani bo'ladi. Qo'lingiz kuyib qolmasligi uchun bu tandir gazda o'tinda ishlagani uchun ichiga garilkalarni qo'yib qo'yganmiz. 70 ta somsa 10 ta nonlarni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Tandirimiz o'ta zamonaviy bo'lib, kulini bemalol pastdan olib to'ksangiz bo'ladi. Tandirimizning 4 ta baloni bor. Joyini o'zgartirib, mazza qilib ishlatib yursangiz bo'ladi. Viloyatga olib opisingiz hech xavotir olmaydi. O'zimizga qanday mehr bersa, sizlarga ham xuddi shunaqa qilib zarli ko'rib tozalamiz. Bilaman, hammaga narxi qiziq, narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plyus belgisini qoldiring, narxini albatta yozib o'ramiz. Ja bo'lmasa pastda telefon raqamini ko'rsatib, bemalol murojaat qiling. Xudo xolisa ishlatishga o'rgatib qo'yamiz. Mana shu tandirni sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, niyat qilib, xudo xolisa sizga ham olib beramiz.